Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga toza ichimlik suvini inson organizmiga, yuz terisiga qanchalik foydali ekanligini ma'lumot berib o'tmoqchiman. Kosmetologiyada suv muhim ahamiyatga ega, ya'ni detoks vazifasini bajaradi. Yosh o'smir qizlarimizda husnbuzarlarni ketkazishi juda ham yaxshi yordam beradi. Organizmni tozalashga, o'sha toksinlardan tozalab, yuzlarimizni tiniq bo'lishiga yordam beradi. Yana suv yuzimizni doim namlantirib turishimizga, qarilikni oldini olishga ham yordam beradi. Biz inyektsion muolajalarini qilganimizda albatta patsientlarimizga toza ichimlik suvini ko'proq ichishni buyuramiz, chunki mana shu preparatlarimiz suvni o'ziga machalkadek shimib oladi va yuzlarimizni uzoq vaqtgacha namlantirib, oziqlantirib berishga yordam beradi. Doim namlangan terida har doim tiniqlik bo'ladi, sog'lomlik bo'ladi va teri ajin tushishini oldini olib, har doim teri sog'lom ko'rinishga ega bo'ladi. Organizmimizda suv tanqisligi yuzimizda aks etishi mumkin. Ya'ni terimizdagi o'sha burmalarni paydo bo'lishi, tez qarilik alomatlari, terimiz tezda so'lg'ib borishi, mana shular tezda namoyon bo'ladi. Buni oldini olish uchun albatta kundalik me'yorda suvni kanda qilmasdan ichishlik lozim bo'ladi. Yosh ko'rinish uchun kundalik me'yorda suv iste'mol qiling, yosh va sog'lom bo'lib yuring.